Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana bir bor Fozil Abdalasi. Bugungi videoda live match o'ynaymiz. Ikkinchi tiyerdamiz. Bu birinchi tiyerda yutish juda ham qiyin. 102.000 XP to'plab qo'ygan. 2 marta yutdik. Bu esa yetadi. Tarkibimizda ancha o'zgarishlar bor. Lamin Yamal o'rniga Muhammad Salah keldi. Chalsang o'g'lu degan futbolchi bor edi, tanisalaring tarkibimda. U ham sotib yuborildi. Endi mana shu sxemada o'ynayman. 4-3-3 3-4-3 jonga tegdi. Qani bo'lmasam ketdik. G'alabaga harakat qilamiz. O'yin boshlandi. Ovozim salgina past eshitiladi o'yin payti. Balki gapirmasman. Yerlar bilan Muhammad Salah. To'p o'tmadi. Jut. Vinicius va Muhammad Salah uchligini tashkil qildi hujum. That's offside by the slimmest of margins. Joyga stiker. Ederson midi darvozasida men ko'rmay qoldim. Looks like another player is going to take it. Bu qanotga pas. Rudiger. Bellingham with the ball. Jut. Harikayinga qarshi adamiz. Salgina otish bor. Salgina emas, katta qatyapti. Tashlab qo'ydik. Yana 2 marta zarba. Alisson. Zarba xavfli chiqdi. Darvoza buni oldinga chiqib ketgandan foydalana olmadim. Bu birinchi gal. He's got the ball and is in full sprint. Rudiger with a challenge. That's great determination. Yeah. Bunaqa xatolar bo'lib turadi dalasida. Completed the pass. Juda ko'p xato qilyapman shu kunlarda. Birga bir Muhammad Salah zarba. 1-0. Muhammad Salahning tarkibimizdagi birinchi goli. Videolarim rekord chiqmayapti. Uzog'i bitta, ikkita odam ko'ryapti. Bu esa aktivimni pastlatyapti. Video qo'yishga bo'lgan qiziqishim kamayapti. Ikkita akkaunt bo'lsa, ikkinchisidan kirib obuna bo'lib qo'ying. Men ham ko'tarilay. Birga bo'lsam 50 ta deylik. 50 ta bo'lsam har kuni stream. Men sizlarga gapirib chalg'idim. Ayb esa o'zimda. Ularda emas. He steps up to steal the ball. He misjudged the pass. Harikayin to'pni olish kerak. Xavfli hujum. Ronaldo 1-1 zarba. Bizning baxtimizga. Birinchi taym tugashi kerak. Yaxshi. Tenglik. Tur 2 sxemasiga o'tsak ham. O'zimizning sxema 3-4-3. Valverde o'rniga Olmo birgina o'zgarish. Raqib esa Ronaldo o'rniga Saka. Bu to'g'rimi xatomi o'yin davomida ko'ramiz. Hujumdagi harakatlaridan. Sakadan juda xavfli zarba.
Yo'q, mendan juda katta xato. Juda katta zarba deb adashgan bo'lishim mumkin. Yaxshi zarba demoqchiman. Oh, that's a poor pass. Qo'l tashlab qo'yaylik. Shunga o'rganib qolganman. Declan Rice. Men baqa pas bergandim, esiz Well to win azizlar. the ball back. Ushladi. Alisson Well out by the yaxshi. goalkeeper. Qayoqqa pas bu? Nima sansan? It's Saka. It's a tight game. Can they create something with this attack? Zarba yedi. Muhammad Salah. Dubl. Mana Salah nima So this uchun player will keldi? come off and a new one will take to the Bizning pitch. tarkibimizga. Men Now Muhammad it's Salahni Rafinha. yaxshi ko'raman. He got that all wrong. Good. Declan Rice. Vinicius. Muhammad Salah to'pni ola olmadi. Harry Kane. Saka. Qaning jamoasini Regains qutqaradimi? possession. Yo'q. Bizga foyda. Not long left. Qaning Can they Muhammad see Salah. out the result? Pas. The Jud. shot's on. Zarba. And Bellingham scores. That Jud goal was extra special. Salah His ning 100th for the pasdan club. so'ng. Vaqti 7 daqiqa. It's Rafinha. Judlarda He's ham racing ahead with the ball. Godartunga Ardagulerga imkon beramiz. Their passing has been so accurate. I wouldn't be surprised if he gets the Player of the Match award. What will he try? Nice save. Save. Topdi. Men o'ziga zarba. Careless pass there. They've made the breakthrough. Here's a fantastic chance to score. Yeah. Alisson picks it up. Ekran 2 marta bosganda zarba berish kerak edi. Harry Kane. Tries his luck from distance. Xato. Great reflexes. Qo'l He tashlayman, reacted to that chunki o'yin long tugadi. distance shot. Birinchi o'yinda 3 hisobida minimal hisob emas, yirik hisob ham emas. 100% Yaxshi gets o'yin. the Player of the Match award. To'g'ri tushunasizlar. Reklama ko'rish kerak, pul olishim kerak. Uzr. Mana bunday reklama. Va video ham o'z yakuniga yetdi. Chiqishimizga yana bir video beradi. Axir bu dolasini reklamalari dolasini mana. Men o'zimni haqiqiy akkauntimni ko'rsataman. Mana shu videoda 20 ta like. O'zimni haqiqiy akkauntimni ko'rsataman. Secret player kunday kelmoqda. Va Dimarko bizda biranta olmos yo'q va ola olmaymiz. Biranta futbolchi qo'llanmagan, demak biz reklama ko'rishga arzigulik ish qilmadik. Ikkinchi o'yin ketdi, video vaqti cho'zilmasligi kerak. 9 minut bo'ldi. Saviyani yutdik sizlar bilan birga. Video televizorda ko'radiganlar uchun g'alatiroq, ya'ni kichkina ekranda bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo telefonda ko'radiganlar menimcha aniq ko'rsa kerak. O'zi prosmotr juda ko'p bo'lmayapti, shuning uchun men ham rekka chiqib obunachim ko'payib ketsa, o'shanda aksiyalar qilaman. O'zi Telegram kanal ochdim. Dalasi Fozilov YouTube degan qo'shilib qo'ysanglar, u yerda 50 ta bo'lsak, tekin sezon paslar o'ynab turamiz. Negadir kirmayapti, muammo bo'ldi shekil biroz bazasida.
Va nihoyat kirdi Ziyod Fiska. The managers are testing themselves in Dream League Live. This 5-2-3, it's a 3-5-2 formation. They're hoping to control the game by occupying the middle of the pitch. 296 medalga ega. This is Haaland. O xatoda bu They've made the xato ketib breakthrough. qoldi. Here's a fantastic chance to score. Gyogard yaxshi o'ynadi. Now it's Vinicius. Lekin gol bo'lmadi raqib. Haaland drives forward. What a chance! Into the tackle by Matip. And he's won it back for his To'p team. bizda Fede. Won the ball. O'xshamadi. Birinchi bor olmadi ya'ni. Joe, Cancelo, Van Dijk raqibda. De Jong, Rodri, Lovely passing Sterling. here. Mo Salah. A strong Endi tackle. zarbaga tayyorlanayotgan edim. Oh, this is crisp passing. Qanaqa sxemada o'ynayapti? Yaxshi hujum qilyapti. Ooh, a close run decision, but Offside it's ekan. offside. Yetdim nega bir pasda o'tib ketyapti hujumga hech kim qaramayapti deb. To'p bizda. Passed into the box. Pas o'xshamadi. De Jong, Here's Van Van Dijk. Dijk, Oh, well yaxshi intercepted. oldik. Fede, Jude, qanotga They're moving the Gyogard, ball about so well. Vinicius, Sterling. Oh, and dispossessed there. To'p olindi u yerda. Valverde Qaytarib tackles. olindi. Pas o'xshamadi lekin Oh, confident defending. De Jong, Really good possession here. De Bruyne, Poor pass. 86 reytingli shekilli deb o'ylayman. No goals then. Birinchidan ham tenglik. Shundoq bosamiz, u ham bosadi. Rudiger. Erling Haalandga bir bag'idagi Vinicius Safety Juniorga first. Back to the goalkeeper. hech qaysi ololmadi. Darvozabondan ham They're just looking ololmadi. to keep the ball. Adamas He steps up to steal the ball. Is this a goal? Oh, that was a real yo'q. chance. Xato. Player to enter the fray. So this player will come off, and a new one will take to the pitch. Ularda Harry Kane, o'rniga Cristiano Ronaldo. Ikkala jamoada ham Ronaldolar. De Jong. Salgina muammo internetda. Wi-Fi'da muammo. Chiqib ketsa kerak hozir. Bir marta qatgandan keyin qayta ishlamay qoladi. Talasa muammolari. Menda bu raqibni yutardim, penalti seriyagacha olib borib yoki 90 daqiqada tugardi. Tugadi 3-0 hisobida Dallas avtomatik chiqarib yubordi. 20. 5 sekundlik reklamalar. 20 ta olmos berdi. Endi bironta futbolchini 2 kunga qoplab qo'yaman. Masalan, Kylian Mbappe yoki Harry Kane. Since 2000. Bernardo Silva, City. Arzon tangali futbolchilar ham kelmayapti. Mana 2 ta match o'ynaymiz va tugaydi video. Vaqtda.
managers are testing themselves in dream. The manager goes for an attacking 3-4-3 formation. Rudiger. Usmon Dembele Luka Vinicius'dan Modric. to'pni oldi. Raqib yaxshi o'ynagan. This is Lewandowski. Oh, it's an opening here. Yaxshi to'pni oldi. Arda Güler. He steps up to steal the ball. Chelsen yo'q. Holand qo'pol o'ynadi Chelsen. This is Lewandowski. That's a crack. Goodness me, that was close. Fikrlar bilan. Lewandowski'ni ham And their first shot of the Barcelona'dan day chiqargim is off keldi. target. Their passing has been so accurate. Oh, he did really well there. Mana bu xato, mana bu Modric'ni He qo'pol. comes forward with the ball. Yana qo'pol o'ynashandi. Oh, it's a yellow card. We'll have to be careful now. Qo'l tashlab qo'yaman. Bermadi. Pas bersa kerak. Yotgan Unleashes the joyida shot. zarba. Lewandowski. Gol ham urdi. And he's put them in front here after some great play. Will they extend their lead further? Ko'rsatish shart emas. Lewandowski chiroyli gol. Chiroyli gol urdi. Mohamed Salah Araujo with the ball. Pastgina ishlamayapti. Mana And he's won it back for his team. ichkariga Erling Mo Salah. He showed a bit too zarbaga much to yo'l the opposition qo'ymadi. there. Careless pass there. And he's given possession away in a dangerous place. Himoyasi mustahkam. Is this a goal? Zarbaga yo'l qo'ymayapti. Akerbi. Lewandowski, Pedri, bugun Pedrining to'pini Can he put it away? to'p yaxshi to'xtatdi, to'p o'zidan ketib qoldi. Yo'q. Cancelo. Olma. He misjudged the pass. Andes stikerlar bilan. Çalhanoğlu. That's a Vinicius rare to'pni ball olib pass for this qo'ydi. skilled player. Markazda yaxshi o'ynadi. Mohamed Salah An expert tackle. And they could be in trouble here. birinchi taym tugashida Mohamed Salah chiroyli o'yin ko'rsatdi va Erling Haalanddan hisobni tenglashtiruvchi gol. Players go into the Barobar zudlik bilan bosishni istadi. It's Saka. Saka, Akerbi. To'p biznikilarda. Alisson collects. Ichkariga otamiz. Xola, Bellingham. Valverde with the ball. Oh, that pass could have been better. Quality defending there. Saka qanotga yaxshi pas. Yaxshi o'ynadi bu safar. Dispossessed there. Mo Salah. Salah to'pni berib qo'ydi. No pressure here. They're firmly in control. Regains possession. And he's one-on-one with the keeper. Erling Haaland raqibning xatosini deb 2-1 hisob. Hisob ochildi. Time for a fresh player to enter the fray. Technical change here. Raqibda Mohamed Salah. Hernandez. Valverde with the ball. Arda, A careless pass there. Fede, Salah with the dribble. zarba bermoqchi edim. Pastga qo'lim tegib ketdi. This is Lewandowski. Raqibda Lewandowski. Hujumida Can they Erling, make one final push? Modric, Ardaga, Arda Salah, Salah Holandga, Holand Viniciusga, Vinicius.
Ozgina For a fresh pair of legs here then. He's really stood out in this match. o'zgarishlar bo'lyapti. And putting some fresh legs on. They make this attack count. Need to get Zarba ozgina. Van Dijk. Yaxshi. that all wrong. Raqibdan xato. There's activity on the bench. Likely to see some fresh legs introduced shortly. Çalhanoğlu. Fede Valverde'den zarba o'xshamadi. Vinicius Junior. They're moving the ball forward. Anticipated by the keeper. Darvozabon joyida turdi, shunchaki 89-daqiqa chiqib ketmadi. We're entering injury time. Oxirgi daqiqalar, oxirgi He misjudged the pass. hujum Time bo'lishi for a kerak. fresh player to enter the fray. Time for a fresh pair of legs here then. Ko'ramiz. Oxirgi hujum emas. Zarba qaytaryapti. Va to'pni tepada o'yin tugaydi. 2-1 o'yin yakunlandi. 22 daqiqa